Xo'p, biz har qanday shaklning tashqi burchagida egalasi 360 gradus ekanligini bilamiz va o'shani hozir isbotlashga harakat qilamiz. Xo'p, biz hozir n burchakli shakl chizib oldik. N burchakli, misol bitta burchakni alfa 1, ikkinchi burchakni alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 va hokazo alfa n deb oldik. Xo'p, biz bilamiz mana bu burchak davom ettiradigan bo'lsa, misol uchun mana bu misol uchun buni davom ettiradigan bu alfa 1 shtrix bo'ladi. Mana bu burchagimiz yoyiq burchak bo'lgani uchun 180 gradusga teng. Qo'shni burchak belgisi 180 ekanligini bilamiz. Ya'ni bu yoyiq burchak to'liq aylanib 360 ekanligidan va bu yarmiga teng, bu 180 ekanligi ma'lum. Bu ikkalasi 180. Misol uchun alfa 1 shtrix, misol uchun buni davom ettiradigan bo'lsa, mana bu esa alfa 2 shtrix, buni davom ettiradigan bo'lsa, mana alfa 3 shtrix. Buni davom ettiradigan mana chiziq davom ettirilyapti. Bu yerda esa mana chiziq davom ettiramiz. Alfa 4 shtrix. Bu qanaqa boshqa chiziq chizmayapmiz, shunchaki mana bu chiziqni biz hozir davom ettiryapmiz. Sizlar yaxshi ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Bunda esa alfa 5 davom ettiramiz. Chiziqni davom ettiryapti. To'g'ri o'tib ketadi. Mana biz alfa 5 shtrix. Bu hokazoda keladi. Bu tarafga mana bir chiziqni davom ettiradigan bo'lsak, mana biz alfa n shtrix bo'ladi. Alfa n shtrix. Xo'p, endi har bittasini qo'shishamiz. Alfa 1 plus alfa 1 shtrix plus alfa 2 plus alfa 2 shtrix plus va hokazo. Xo'p, alfa n plus alfa n shtrix. Alfa n shtrix teng. Endi alfa 1 shtrix plus alfa 2 plus alfa 2 shtrix. Xo'sh, bular definisini endi xo'sh, nimaga tenglashtirib olamiz? 180 gradus ko'paytirilgan n ga tenglashtirib olamiz. Nima uchun? Chunki biz bu yerda alohida sistema qilamiz. Alfa 1 ga alfa 1 shtrix qo'shadigan 180 bo'ladi. Alfa 2 ga alfa 2 shtrix qo'shadigan bo'lsa, bu ham 180. Chunki yoyiq burchak deganimiz 180. Yoyiq burchak degani 180 gradus teng. Alfa 3 plus alfa 3 shtrix ham 180 gradus. Va hokazo davom etamiz. Alfa n plus alfa n shtrix degani ham 180 gradus. Endi men hammasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, mana bu tenglik hosil bo'ladi. Alfa 1 plus alfa 1 shtrix, alfa 2 plus alfa 2 va hokazo 180 gradus böyle n'ta xat bo'lgani uchun 180 ta n bor. Bu degan 180 ko'paytirilgan n degani. Endi alfa 1, alfa 2 dan alohida shtrixi borlarni alohida hisoblab olamiz. Misol uchun alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3 plus va hokazo plus alfa n plus alfa 1 shtrix, alfa 2 shtrix plus va hokazo plus alfa n shtrix teng 180 gradus ko'paytirilgan n. Endi biz o'tgan videoda hisobladik, ichki har qanday shaklning ichki burchakda egalasa qanday hisobladik? Mana bu narsamiz hosil bo'ldi. 180 gradus ko'paytirilgan n-2. Ya'ni har qanday shaklning ichki burchakda egalasini hisoblaganimizda mana shunday qonuniyat kelib chiqqan. Ya'ni alfa 1, alfa 2 deganimiz mana bu n burchakli shaklning ichki burchaklar yig'indisi 180 ko'paytirilgan n-2 orqali topiladi. Misol uchun 5 burchak bo'lsa, n o'rniga 5 qo'yamiz. 4 burchak bo'lsa, n o'rniga 4. Plus mana bu ifodani o'zi. Alfa 1 shtrix, alfa 2 shtrix, plus va hokazo plus alfa n shtrix teng 180 gradus ko'paytirilgan n. Endi mana bu ifodada men qavsni ochadigan bo'lsam, nima tenglik hosil bo'ladi? 180 ko'paygan n minus 360 plus mana qavsni alohida yozamiz. Alfa 1 shtrix, alfa 2 shtrix plus va hokazo plus alfa n shtrix nimaga teng bo'ladi? 180 gradus ko'paygan n. Endi ikkala tomondan 180 gradus ko'paygan bo'lganligi uchun buni bir tarafga o'tkazaman, formula hisoblanadi. Alfa 1 shtrix plus alfa 2 shtrix plus va hokazo plus alfa n shtrixni topadigan bo'lsam, minus 360 gradus bo'lsa 360 gradus. Ya'ni har qanday shaklning ichki burchagi bo'lsa 360 gradus ekanligiga formula hisoblanadi. Va shunday yoziladi.